Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Sog' salomatmisizlar? Hamma sayohatni yaxshi ko'radi. Ayniqsa Shveysariya tabiatini ko'rishni orzu qilmagan kishi bo'lmasa kerak. Keling, men sizga Shveysariyadan qolishmaydigan manzarani ko'rsatmoqchiman. Toshkent viloyati Parkent tumani Nevich qishlog'i. Bu qishloq haqida eshitmagan kishi bo'lmasa kerak. Bu qishloq o'zining tabiati, go'zalligi, toza havosi bilan mashhurdir. Nevich qishlog'idagi odamlari samimiyligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa bu yerda shashlik pishirganingizda u shashlikni o'zgacha ta'mi kishining bir umr yodida qoladi. Tog'lar orasida pishirgan shashlik o'zgacha ta'm beradi. Yozda bu yer odamlar bilan gavjum bo'ladi. Ayniqsa kelib daryolarga bir cho'milib chiqsangiz, bir maza qilasiz. Bu yerda bolalar varrak uchirishadi, shashlik pishirishadi. Mazza tabiat. Shuning uchun pulingizni sarf qilib, chet elga yurmasdan birinchi o'zimizning O'zbekistonimizni go'zal joylaridan bahramand bo'ling. Bu yerga bir kelib ketib, keyin o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Men ham bu yerga birinchi kelishim edi. Tabiati menga juda ham yoqdi. Shuning uchun sizlar bilan ham ulashmoqchi bo'ldim. Mazza qilib tomosha qiling. Albatta oilangizni olib kelib, bu yerda mazza qilib dam olib keting. Bir kun ishdan keching videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying. Albatta oilangiz bilan birga keling. Sama hiç gireceğim. Hali ko'pga ya.